Assalomu alaykum. Hurmatli klientlar, mana bitta 6 metrlimiz. Bitta tomonda duxovka somsa qilib sotishadi. Bitta tomonda poket sotishar ekan. Ko'rishlaring mumkin. Hamma narsasini qilib berdik. Polkalarni oddiy dedi, oddiy qilib berdik. Shunaqa bo'lsin dedi. Pulimga yarasha dedi, bo'ldi dedik. Bitta mana delar pochkasi bor. Klient bilan savdo qilgani. Eshiklarimiz, bitta lampa, betga 3 o'zim qo'yaman dedi. Betdan qo'ymaydigan bo'ldi, va betdan qo'yadigan bo'ldi. Mana ikkinchi xonamiz. Bu dimoxodga. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol ma'lumot beramiz, zakaz berishlari mumkin. Hamma narsa joy-joyida mana svetlar yonib o'chadi. Ikkoni bitta qilib beringlar degan.